Qizlar. Afonya Shirini. В общем, soat 2da mana syomkam. Har doim do'poslilarimni qo'yaman, get readylarimni qo'yaman, lekin sizlarga hech qachon protsessini ko'rsatmagan ekanman. Bugun aynan shuni qilaman. Soat 11 man 3 ta video olishim kerak. Mani ikkinchi akkauntim, rus akkauntim bor. Men referenslarni shu yerga tashlab qo'yaman, ideyalarni. Men ertaga video olishim kerak bo'lsa, qalamda mana shuni kechasi yana ko'rib o'tiraman, qalamga taxlayman. Вот men sizlar bilan protsessni hozir olaman. Bizga 3 ta do'posli hozir men sizlarga ekranga qo'yaman. Birinchisi. Ikkinchisi. Uchinchisi. Я пьяный молодой, бары как домой. Mana shu qizcha прям прикольная такая, классная. Bizga 3 ta ko'ylak. Bu alohida magazin. Mana bu ikkalasi bitta magazin. Отдельно video, bunga bitta video, bunga bitta video va mana bu yerda основное nimani kutib. Подождите, sizlarga ko'rsataman. Я пьяный молодой, bari. Avval reklamalarim oddiy edi, tipa просто распаковочка shunaqa. Hozir men продажный, sotiladigan reklama, chiroyli reklama qilmoqchiman, чтобы keyinchalik o'sha reklamamni mendan pulga sotib olsinlar. Потому что men ham xohlamayman, просто так ishlashni, денежки. Men o'zi yana bitta kofe qilaman, keyin makiyaj qilishni boshlayman. Turmayapti bu, turmayapti. Говори с кем? Нет, коня полревит. Я хотела познакомиться. Замечательно. Soat 11:30 mani makiyajim tayyor. Endi sizlar bilan kiyinamiz. Hali tomog'im до конца yaxshi bo'lmabdi. Birinchi obrazimiz mana shunaqa milliy bo'ladi, chunki bizda уже skoro Navruz. Birinchi reklamaga mana shuni yuborganlar va bular birinchi montajga ketadi. Birinchi obrazimiz. Как вам? Что за o'zbekcha promo? Kalapish lekin boshqa kishidan. Bu ikkinchi ko'ylagimiz, bitta magazindan ikkinchi obraz. Buni ham syomkasini qilamiz, keyin ikkinchi magazinga o'tamiz. Shirna ham turdi, уже makiyajlarni qilibdi. Shu yoqqa o'tirib. Сколько часов будешь делать макияж? Сейчас я буду делать полчаса. Tuflilar bilan syomkalarimiz tugadi. 3-luk. Tak, o'sha bu boshqa format. 3-ko'ylagimiz. Bugungi oladigan videolarim mana bu yerda amerikanskiy, ruskiy videolar tashlab qo'yaman, чтобы o'shalarni videolarini olish uchun, chunki men tipa influencer bo'lmoqchiman, beauty blogger bo'lmoqchiman, shuning uchun ular juda ham zo'r qiladilar o'zlarining ishlarini. Soat 1, bizda hali yarim soat bor va bizda bitta obraz qoldi va get ready qoldi. Tak, 3 или 4-chi, по-моему 4-da finalniy obraz, get ready hammasini oldim. Sumchkamni hozir almashtiraman ishlarini polностью. Hozir buni qaytib yechaman. Ozgina bu narsalarimni qilaman. Kapkatga asta-sekin videolarimni joylashtirib, hammasini polочка qilib, asta-sekin montaj qilaman. Hozir ko'rsatgan ishlarim hammasi bir haftalik ish. Har bittasini bitta обработка qilib, montajlar qilib, zvuklar qo'yib, chiroyli qilib qo'yaman. Hafta bo'ylab sizlar ko'rasizlar. Все, boshqa reklamam yo'q. Наконец-то men dam olishim mumkin. 2-3 kun montaj qilaman.